Ayda ba'zi paytda juda ham siqilib ketyapman. Nima bo'lyapti menda? Hayotimda nima bo'lyapti? Ketdik. Bugun kartamga savolim shu. Nima uchun juda ham siqilib ketyapsiz? Nima uchun o'zingizni qo'ygani joy topolmayapsiz? Ketdik. Shaxsiy o'chirim WhatsAppdan yozasizlar. Energiyam uchun bitta like, podpiska sizlardan. Tak, hozirda siz oilaviy yoki bir oilangiz bor, bir ayolmisiz, qizmisiz bilmadim. Oilaligingiz tushdi. Farzandingiz borligi tushdi. Va hayotingizda bir erkak borligi ham tushyapti. Agar ajrashgan bo'lsangiz, hayotingizda bir partnyoringiz bormi gaplashayotgan yoki ajrashmagan bo'lsangiz, shu eringiz tushgandir. Bilasizmi, bu yerda sizda finansdan ham juda ham bir qiynalgansiz yoki bir shaxsiy hayotingizda ham bir hamma narsangiz dalg'oy chiqayotibdi demayman. Yo'q, unaqa narsa chiqqani yo'q. Undan bir shingil yaxshilik bor, bundan bir shingil yaxshilik bor, ya'ni birinchi bo'lib shu chiqdi. Tak, nima uchun qandaydir o'zingizni g'alati his qilyapsiz? O'zingizga nimaga sig'may ketyapsiz? Oxirgi payt ish bor alamingizni ishingizdan olyapsizmi? Yoki дополнительный yana qo'shimcha ishdami ishlaysiz? Yoki nima desam ekan? Qandaydir bilasizmi, bu yerda bir juda ham bir bechoralik yoki bir nimagadir muhtojlik chiqmayapsiz. Yo'q. Nimagadir ko'zingiz va qalbingiz, hamma narsangiz to'la to'kis mayli. 100% bo'lmasa ham o'ziga to'qroq bir inson chiqyapsiz, ayol chiqyapsiz, lekin bu yerda bilasizmi, sizga qandaydir женский garmoniya, женский bir eringiz tomonidan yoki partnyoringiz tomonidan nima desam ekan, женский garmoniya deymiz-ku, shunaqa narsa yetishmovchiligi ko'proq chiqyapti. Yoki erkakni erkalashimi yoki hayotingizga bir shirin so'zmi eringiz yoki shu partnyoringiz tomonidan yoki bir nima desamki, qimmatbaho bir sovg'a buyumlar emas, bitta dona gul bo'lsa ham e'tibor bo'ladi-ku, e'tibor, mehr, laska deymiz-ku, erkalash deymiz-ku, shunaqa narsa ko'proq sizga yetishmayotgani chiqyapti. Tushuntira oldimmi? Da. Вот. Ko'ryapsizmi? Hozirda situatsiyangiz qanday? Xuddi bir robot bir erkakka o'xshaydi ichingiz. Siz bu yerda qarang, laska xohlayapsiz, e'tibor xohlayapsiz. Shu narsa yetishmayapti.